Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hurmatli televizor ko'ruvchilar. Qalbdan qalbga namliq programmamizning 18-ci sonini ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Men Abdullah Yalqun. Qadrli ko'ruvchilarimiz, bu ulug' muborak oy kirgandan buyon har kuni shu soatlarda huzuringizda bo'lyapmiz. Mana bu Ramazon muhashbashtigacha bir yerga kelib qoldi. Rabbim inshaalloh barliq qilgan amallarimizni qabul qilgan bo'lsin deb orzu qilamiz, tilaymiz. Shundaqla bu har kuni shu soatlarda bo'layotgan so'zlangan mazmunlardan manfaat elib hayotimizda qilchilik bo'lsin, bir o'zgarish hosil qila olgan bo'lsak, eng chong baxtimiz bo'ldi. Inshaalloh buning Rabbim muyassar qilishini so'raymiz. Bugungi temamiz hammalarga ma'lum bo'lgandek, tunligimiz e'lonimizda bergandek, nihoyat muhim dinimizdagi to'ruk, ya'ni dinning to'ruklaridan biri bo'lgan, yani her qanday bir Müslüman ada qilmasi bo'lmaydigan eng muhim farzlarning biri bo'lgan namoz haqida to'xtalamiz. Namozxon, davomli namoz o'qiydigan kishi bilan namozni tark etib qo'ydigan, namozni o'qimaydigan kishining o'rtasidagi farq, dinimiz bunga qanday qaraydi? Bu ikkisining dunyo va oxiratda bo'ladigan o'rni qanday bo'ladi degan temalarda to'xtalamiz. Bugungi aziz mehmonimiz hammalar tanishib bo'lgan hurmatli ustoz Sharq Turkiston o'limalar birligi rais vakili Mahmudjon Damolam taklif qildi. Hurmatli vaqtdan chiqarib qadam tashrif qilganlik uchun ko'p rahmat. Alloh razı olsun. Rahmat, Alloh razı olsun. Qadrli ko'ruvchilarimiz, programmamiz YouTube va Facebook kanallarimiz orqali targ'ib qilyapti. Ekran oldida chiqib turayotgan nomerlar orqali programmamizga aloqador fikr taklif berishingizni umid qilamiz. Shuningdek, ko'plagan qarindoshlarımızdan foydalanish uchun ham bahrlab qo'yishni ham unutmaysizlar. Unda o'sha darsga kirib kelsak, hurmatli ustozim, shu hammamizga ma'lum namoz dinimizdagi bir to'ruk. Shundaqlamda shu Ramazon oyida bu programni o'rlashtirishimizga sabab nurg'unlagan qarindoshlarimiz normaldan Ramazondan boshqa vaqtda har xil yo'llarda mengishgan bo'lsa, tövbe qilib hayotini yangi boshlashgan nurg'un qarindoshlarimiz shu Ramazonda boshlagan. Shu Ramazonning bir diniy kayfiyatning quyuq bo'lishi, Allah'a insandan yaqin bo'lishi sababli nurg'un yoshlar vatanda shundaqda bir boshlab ketgan bilan oxir tashlamaydigan. Ba'zilari afsuski Ramazondan keyin yana o'zining o'rniga, o'zining burungi hayotiga qaytib qolgan ishlarni ko'ramiz hamda. Shunga biz bunday bir ulug' oyda namoz haqida biroz to'xtalib qolsak deb o'tiribdik. Oldin bilan biz namozning shu dinimizdagi o'rni haqida savollar boshlasak. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah thumma amma ba'd. Allah subhanahu ve taala bu filgramimizni o'zimiz va xalqimiz uchun manfaatli qilsin va shundaqla bu ulug' oyda tavba qilgancha inshaalloh bu tavba mustahkam turib, Ramazon tugandan keyin yana havoyi havas ya shaytonning keyni kirib ketishdan Allah musulmonlarimizni, xalqimizni saqlasin. Namaz deganlik bu islomdagi shahodatdan keyin, yani bir odamning musulmon bo'lishi, yani la ilaha illalloh Muhammad Rasulullah degandan keyin eng birinchi qilishga tegishlik mas'uliyati nima desa namoz. Namoz boshqa amallar haqida, masalan, hech qanday namozdan keyingi amallarni insonlar o'zininki qudrati, sharoiti qarta çok qiladi. Masalan, zakatni pul yo'q odam bermisi bo'ladi. Hajga pul yo'q ya pasport yo'q odam bermisi bo'ladi. Ramazonni safardagi odam ya kasal bo'lib qolgan odam tutmisi bo'ladi. Demak, namozdan keyingi qolgan islomning 3 ruknininki hamma odamga bir vaqtda o'rtaq farz emas. Hamma odamga, hamma musulmonga ma'lum sharoitlar qarab o'zgarib turdi ularning hukmi. Yuqorida bayon qilgandek. Lekin namozning cho desa, bu shu la ilaha illalloh Muhammad Rasulullah degan bir musulmon balog'atga yetgandan keyin aqli hushi joyidan bo'lsa, endi saran bo'lib qolsa, u chaqda uning hukmi ayrim. Allah subhanahu va taala saran bo'lib qolgan odamni, ya'ni aqlni yo'qotgan odamni namoz o'qimabsan deb hisoblanmaydi. Lekin shuningdan boshqa boy bo'lsin, kambag'al bo'lsin, safarda bo'lsin, uyda bo'lsin, kasal bo'lsin, saq bo'lsin, hamma odamga shu namoz o'qish farz. Shuning uchun bu namozning o'rni dinimizda qolgan hamma amallardan ortiq.
Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu haqda nima deb yo'l ko'rsatgan desa, Abdullah ibn Umar bayon qilgan hadisda, buniyal islamu ala khams, shahadat an la ilaha illalloh va iqomis salah. İslam 5 asas ustiga qurildi. Bunun en birincisi la ilaha illalloh Muhammedur Rasulullah, ikinci İslam şu namaz deb bayon qilgan. Ve şundaqlı bu namazninki ne kadar ahmiyetininki zorluğu, namazning o'rnining ne kadar katta ulug'ligidan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yani bir hadisida bu namaz insondan qiyomat kuni hisob elinadigan eng birinchi amal ekanligi. Evvelu ma yuhasabu bihi al-abdu yawm al-qiyamah as-salah. Fa iza saluhat salaha sa'iru amalihi. Ve iza fasadat fasada sa'iru amalihi. Kıyamet günü Müslüman hesap elindiğin en birinci emel qaysi dese bu namaz dedi Peygamberimiz. Eğer bu namazının hesabının caydı üteligen bende, kalan hesaplarının caydı ütəliydi. Kalan emellerin hesabının ütəliydi. Namazın caydı ütenmegen bir bende, namaz hesabının caydı ütenmegen bende, kalan emellerden çok ütenmeydi o da gösterken. Demek bunun mu namazının ne kadar ehemmiyetinin zorluğu çıkıyordu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ali radıyallahu anhu bayan kılgan bir hadiste Resulullah'ın en ahırkı sözü yani ölüp gitişinin aldıda Müslümanlığa tapılgan sözü nime olgan dese as-sala olgan. Namaz. Yani namazını çın tutunla, namaz müstahkem esrinla. Dep Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem alaydı bu namazının ornunun ne kadar muhimliğini ahırkı vesiyetidir çoğu Müslümanlığa tapılgan. Kur'an-ı Kerim qaraydigan bolsak, Kur'an-ı Kerim'de bu namaz okumağanlarınki akıbetinin ne kadar eğri bulduğanlığı. Namazın taşlığanlarının eğer tevbe kılmay qalsa, devzak kirip getirganlığı, Allah'ın azabı uçraydıganlığı hakkında فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّا. Bu ayetning ilgirisida nurg'un payg'ambarlarning vaqaligini bayon qildi va payg'ambarlarga ergashganlarningki ummatining vaqaligini bayon qilib, bulardan keyin, ya'ni shu payg'ambarlarga ergashgan ummatdan keyin bir qism kishilar keldi. Bular nima ish qildi desa, namozni zoya qilib o'tdi. Namozni joyida o'qimadi. Hem shundaqla namozni o'qimaslik bilan birga havoyi havas shahvatining keynidan shu ergishibmadi. Bular fesavfe yelqavna gayya. Bular devzak kirdi pat yaqında. Yani ölgenden keyin bular devzak dutar bulduğanlar deb Allah subhanahu wa taala çok tehdit saldı. Yani bundan başka nurgun ayette devzak kirdiganlar ma salakakum fi saqar mesela. Devzak kirganlarninki kıyamet günü ulanı xor qilish, ulanınki turg'uzish, ulanı tuğuzuş, ulanı bichar qilish maqsadida Allah subhanahu wa taala tarafdan malaikalar ma salakakum fi saqar. Sizning bu davzaq kirib qilishinglar nim sababchi bo'ldi? Deyildi ularga. Davzaq nim uchun kirib qoldinglar? Deyilsa ular qopab qalu lam nakum minal musallin. En birinci pushman qildigan, en birinci vay iset deydigan amali qaysi desa, lam nakum minal musallin. Biz namoz o'qimadik emas. Namoz o'qimaganligimiz uchun shuni mavakkirib qoldik. Vay iset namoz o'qsaqchu deb bu chaqda pushman qildiganligini bayon qildi. Shuning uchun Peygamberimiz sallallohu alayhi ve sellem bu namoz o'qishni nimaga o'xshatdi desa, yani bir hadiside bu müminni paklap durduğan emel boğaçka hatalıklarını efu kılınışıga sebepçi bulduğan günahlarının efu kılınışıga sebepçi bulduğan emel boğaçka Peygamberimiz bir hadiside لو أن أرأيتم إذا كان بباب أحدكم نهرا yani eğer sizin birinki işkinin aldıda bir östen bolsa bu östengi her günü 5 qatim juyunsa bir insan, bir Müslüman. Bu Müslümanninki bedenide kir qalamdı o. Dep sordu sahabilden. Sahabiler qopab, ya Resulallah, 5 qatim juyunsa her günü qandaq mı kir qason? Dese,
Manı namaz aşınığı okşaş. Yemhullahu bihinnel hataya. Mana günlük 5 vakt namaz xuddi biringning uyning oldidagi o'stangdek. Mush 5 vakt namozni o'qisanglar, Alloh subhanahu va taolo buning bedeliga sizning shu hayotingizda qilib qolgan gunohlaringlarni, xatoliklaringlarni o'chirib o'tiradi dedi. Demak, namoz o'qishning o'zi inson degan gunohdan xoli emas. Shuqum 5 vakt namozni mustahkam esilib 5 vakt namozini joyida o'qigan inson Allah subhanahu va taoloning fazli bilan buning gunohlari afv qilinib, xatoliklari kechirilib jannatga kirdiganligi. Agar namoz o'qimiz desa, qilayotgan namozni o'qimaslikning o'zi og'ir bir gunoh. Uning bilan birga qo'shilib, andin boshqa havoyi havasning kayniga kirib, shaytonning kayniga kirib qilgan gunohlar uningga qo'shilib, bu insonning yuqorida oyatda bayon qilingandek davzaxga kirishiga sabab bo'lganligini Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam hadis şerifde şu bayan kıldı. Ve bu haqda bundan başka her namazın ayrım faziletleri, her namazını okusa Allah subhanahu ve taala'nın bedeni qoğdaydigan mesela bomdatını okusa, cemaat bilen okusa manda olurdu. Dep nurgun hadisler var. Onu kirip kessek adette hakikaten güzel yeterlik düşündürüş bol demeydi. Ayetten bulsun, hadisten bulsun keltirilgen bu namaz hakkındaki asaslık malumatlar güzel içip verildi. Rabbim inşallah her birimizde ana şundak hakkı bilen namazını ada kılgıçılardan kılışını tileyimiz. Hem de davamlı şu Rabbimiz bizge bekitken periz kılgan barlık emellerinin yani ya onun mukafati veya ki cezası kılmasak ya dünyada mı ahirette o yukarıda söyleyip ötüldü mesela namaz hakkındaki onun mukafati veya ki tehditler mesela korkutuşlar bizni. Ahirette bo'lgandan sık şu dünyada mı bizge barlık emeller Rabbimiz bizge yol koygan nesinin hemmesinde biz bilip bilmeydiğen nurgulluğun paydı menfaatı var biz için hem de. Bu namazga kelsek biz namazdan insan okuyduğun namaz okuyduğun insan bilen okumaydıgan insanın oturusu dünyada kanda bir ruhi halette yaşaydı. Muşaktım da işgal yapsak. Bu adette her kandak bir özünün 5 vakt namazını joyida o'qiydigan bir musulmon bilan namozini joyida o'qimaydigan musulmon da aralashsa inson buning hayoti qarasa chuqur farqni his qila oladi. Har qanday bir inson bir 5 vakt namoz o'qiydigan odam bilan 5 vakt namoz o'qimaydigan bir odamning o'rtasidagi ma'lum farqlarni his qilolmasa, demak buningda bir masala bor degan gap. Şahsning o'zida namozda emas, shaxsning o'zida bir masala va namoz joyida bo'lmabdi deganlik bu. Xo'sh. Nima uchun desa, masalan Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda innas salata tanha anil fahsha'i wal munkar va la zikrullohi akbar vallohu ya'lamu ma tasna'un. Allah namaz mümin musulmonni buzuq ishlardan hata işladım, tuğsaydı dedi. Allah'ın sözü hak. Lekin bir insan namaz okuydiken şunu olan birge hatalıklarını birge kıldiken. Münker işlerini birge kıldiken bu hayatımızı görmüş. Hoş. Bu yerdeki mesele namazdı mı ya ki şu şahstı mı dese elbette şu şahstı. Bu insan namaz okuyan bilen bu namazdan hakiki kıymetini tanımagan. Bu namazның musulmonning hayotidagi rolini tunamagan va shundaqli balkim bu insonning yemigicha taq. Yani haram yeydi. Taratlar joyida emas. Masalan, har xil sabablardan shu insonning o'zi sodir qilgan o'qigan namozi qabul qilinmaganligining dalili. Agar qabul qilingan bo'lsa, cho'qim o inson shu munkar xato ishni qilmaydi. Chunki Allohning so'zi haq. Bu yerda xatolik kim desa, nerede desa, aş bendining o'zida. Ya taratlar joyida bo'lmagan, yoki harom narsa yegan, yoki o'zining havoyi havas shaytonning kayniga kirib namozni shakli o'qib qo'ygan. Xo'sh. Shuning uchun har qanday bir insonning hayotida namoz o'qiganlik yoki namoz o'qimaganlik chuqur bu kishilar bilan bo'lgan muomalasida buning namoyandalari ko'rinadi. Birinchi o'lab qaraydigan bo'lsak, Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda
Bu namaz okumaydigan kişilerinki dünyadaki haletini 3 xil, yani 3 ayette bunu süpetildi. Dünyada bu namaz okumaydigan adam kanda buludu o dese 3 ayette 3 xil süpet bilen süpetildi. Bunun en birincisi innel insane hulika halu'a. İnsan asli yaratılış tabiatida, yani insanın asli tabiatida bir xil korkuş, ensireş var. Yani insan korkuş, ensireşti yaratıldı. Hele onundan, hele bunundan, turmuşidan, kelgüsüden. O şu mesela yani kelgüsüm kopkaranğa meni. Xuddi kelgüsünü özü bildigandek. Yaki onunki kelgüsü ölgüçe qanday yaşaydiganligi to'g'riliq bir ma'lumot berilgandek. Aslında o'ylaydigan. Kichikgina bir ish bo'lsa, masalan, bizning kelgusimiz qarang'u. Biz tugashdik. O'valdik, bo'valdik deb. Bugun kunda bunda ümidsizlik yamanchiq-ku hayotimizda. Kishilarga shu salbiy, shu kishilarni ümidsizlantiradigan, kishilarning hayotini texmo xaroblikqa, texmo bir aramlikqa tushirishga sabab bo'lgan bunday gapni qilib yuradigan bir muncha odam bor hayotimizda. Xo'sh. Buning asosiy birinchi sababi nima desa, namoz o'qimaganlik. Alloh bilan bo'lgan munosabati yaxshi bo'lmag'achqa, har doim o'zining kelgusidan, o'zining hayotidan ensirash, maxluqlardan qo'rqash. Xo'sh. Ma koinotning bir igisi bor degan bunicho tasavvur qilmaslik yoki joyida o'ylamaslik. Xo'sh. Demak, eng birinchi sifati nima desa, namoz o'qimagan odamning dunyodagi qo'rqinchoq bo'lish, kelgusidan ensirash, o'zining hayotidan ensirash, bir aramlik ichida yashash. İkinci sifati mush oyatning o'zida va iza massahu sharru jazua. Bu adamga, bu namoz o'qimaydigan adamga bir musibat xafalık kelib qolsa, bir sinoq kelib qolsa, o'zini yo'qotadi deydi. Allah deb yani. Voy isdab, voy nimish palaniyaga borgan bo'g'aydim. Ya pustani ishni nimish qilgan bo'g'aydim. Deb eliqi o'zining ma'lum bir ishni qildi, uni masalan bir adam mashina bilan bir joyga bordi deydi. Shuni bilan mashinada hadis chiqdi. Allah saqlasin hammalarni. Xo'sh. Shuni bilan shu andin o'zini kachatlab, voy isdab, men nimishqa yo'lga chiqqan bo'g'aydim. Bugun chiqmagan bo'lsam, uyda jim o'ltagan bo'lsam, ish bo'lamidi deb o'zini kachatlab, o'zini urish yoki xotin bolalarni urish. Ayni odamlardan bir muncha bor. Xat sirtda bir yiqirib kirib xotinni urdigan masalan. Yoki bugungi kunda paycha kelib ziyon tassa, kirib o'zining og'inisi ya xotini bilan jidal qildigan. Ayni odamni anladik biz jamiyatda. Nimish u desa, ya paychaga ziyon tortib degan, paychaga chiqib ketib ekan, shuni bilan manda bo'ldi deb. Bularning hammasi shu desa, asli shu odamda haqiqiy namoz orqali o'zining ruhini paklash, o'zining ruhini Alloh bilan bo'lgan munosabatini yangilash bo'ptumig'achqa, kichkina xafalık kelsa shu, darhol bir aram bulash, davolg'osh, o'zini yo'qotish. Bu ikinci dünyadaki sifati. Üçüncüsü şu dese ve izâ messehul hayru menû'a. Bu namaz okumagan adam özü biçare kembagal olsa tek xapalıktan kaçanmış kembagallıktan qutulama, kaçan bir hatırcam yaşaydigan turmuşum bula deb eğer bununla yaxşılık yetip qalsa degene, yani qo'liga bir pul kirse, hatırcam bo'lsa qat'iy bir adamga yaxshilik qilmaydi. Bir pulni shu o'tkazib o'tmaydi. Qat'iy yaxshilik qilmaydi dedi. Qat'iy hech kimga buning manfaati yetmaydi. O'z nafsi uchun ya o'zining oilasi uchun nurg'un pulni xarjlashi mumkin, lekin boshqalar uchun qat'iy buningdan manfaat yetmaydi bundan namoz o'qimaydigan odamdan. Demak, haqiqiy haddidan oshgan bexillik kimda bo'ldi ekan desam, undan namoz o'qimaydigan odamda bo'ldi. Men vatandan chiqqan ba'zi bolalardan hayron qolgan. Masalan, Xitoy maktablarida o'qigan bolalardan chet elga chiqqandan keyin, masalan, menda o'qish yordam puli bor. O'qish puli berdi-ku o'quvchilarga. Hammayada bor. O'qish puli bor yoki menda yordam puli bor desa, nima ish qilib berdi uni bakadim maka?
o'qishni men masalan shaxsan men o'qiydigan bo'lsam, nima ish pul berdi o? Nima desa, Xitoy zehniyatimda. O Xitoyda unda bir ish bo'lmagan ekan, ularning urf odati yoki kulturida o'lqima bir kambag'alga yordam qilish, masalan, yo bechoraga yordam qilish degan narsa bo'lmag'achqa, sho'li bilan aralashib, sho'li bilan birga o'qigan bizning Uyg'ur o'quvchilarimizmi shu desa, ayda bijadin bir adam yordam qilsa-mu, bakadim nima ishga yordam qildi o? deb savol qo'ydigan. Asli bu musulmonda bulaşık tegishlik iddia fikir emas bu. Musulmon degan joy desa, cho'qim o'ziga yaxshilik yetsa, ya'ni imkoniyati bo'lsa, sharoiti bo'lsa, bizning boshqa qarindoshlarga yordam qilish musulmonning burchi, mas'uliyati. Lekin ma Xitoy kulturi bilan ta'sirlangan, shularni o'qigan, shularning maktablari cho'ng bo'lganlarning iddisi joy desa, hayron qolarlik bir. Har qanday yaxshilik cho'qim bir manfaatning, badrig bo'lish lozim. Bakadim bunda bo'lamdi. Demak, qattiq bexillikmi kimda topildi desa, men namoz o'qimaydigan odamda. Mush oyatning oxirisidan Allah subhanahu va taolo illal musallin deb namoz o'quvchilarni ayirib oldi. Yuqoridagi 3 xil sifatga kirmaydi. Kirmaydi bular. Bular birinchisi qo'rqinchoq emas. İkincisi musibet xafalık etse özünü yoktub koymaydı. Kontrolluktan çıkmaydı. Üçüncüsü koluğa mal dünya kirse, şeraiti olsa, başkalarına yaxşılık kılıştın çok kolunu tatmaydı o. İllel musalli. Dep bu namaz okuğuçunu ayrıvaldı. Yukarıdaki yaman süpet, üç xil süpetten namaz okuğuçunu ayrıvaldı. Şunun için bu dünyadaki biz bunda hayatımızı qarasak mesela, şu ayna korkunçlu yaşayatkan mesela korkaşның özü asli insanda var. Bir tabiat micaz. Allah aşına yaratkan. Lekin korkudım dep bu bizning hayatımızga ta'sir yetkizadigan darajaga yetsa. Mesela bugünkü günde düşmanımızda hemmidan çoğ bilish. Bu düşmanga taqobil turadigan hech qanday kuch yo'q deb tasavvur qilish. Bizning tugashkunimiz tugashgan. Şunu biz bugünkü muşu hayatımızga razı buluşumuz ya ki bo'lmasa biz hak hukuklarımızın talep kıldığan yerden ötep kettik. Talep kıysak onun faydası yok. Ya ki karşı çıksak faydası yok. Dep muşundak ümitsizleniş düşmanını hemmedin yoğan görüş muşlarının hemmesi muş namazını okumağanlıktın. Rabbi bilen bo'lgan munosabati yengilib turadigan bir yaxshi musulmon bo'lanmaganlikdan cho desa, hammasini qop-qora ko'rishadi. Dunyoni qora ko'rish. Bu dunyoda zodi yaxshilik yo'q bizga. Bizning tugashkunimiz va tugashdiq. Deb qat'iy bir umidvorlik bilan, ma koinotning bir yaratquchisi bor. Bu koinotningki egisi bor. Bu dunyo bunda ketavermaydi deb manda tasavvur qilishdan shu yiroq holatda yaşaş nima sebepten kelib chiqdi desa, bu namazdan, yiroq bo'lganlikdan, namoz o'qimaganlikdan kelib chiqdi. Ko'p rahmat, Allah razı olsun. Endi shu namoz o'quvchilarningki sifatlari, axloqiy shu haqida tasbih. Namoz o'quvchilar eng birinchi bo'lib Qur'oni Karimda kelgan sifati nima desa, abiyatni o'qib o'tdik. Şukum bular her kandak bir şahsımdı. Namaz okumaydigan bir şahs, namaz okuğucu bilen aralashgan vaqtda bununla bir yaxshi ta'sir berish lazım. Şukum namaz okuydigan adam, çünkü xalqlar nima deydi desa, namaz o'qib turib manda qildi. Namaz o'qib turib qo'ymachilik qildi. Namaz o'qib turib boshqalarga zulm qildi. Namaz o'qib turib xotin bolalarni o'di. Ya xotinni uydan qo'g'lab chiqadi mesela. Yoki namoz o'qib turib dushmaniga xizmat qildi, dushmani bilan hamkorlashdi deydi. Namoz o'qimaydiganning onun hassa qilgan ishlari bor. Uning kishilarcha alohida e'tibor bilan qaramaydi. Chunki u puchak u. Puchak adam. Puchak odamga kishilarcha e'tibor bilan qaramaydi. Kim e'tibor bilan qaraydi desa, jamiyatda yaxshi deb tunilgan odamlarga e'tibor bilan qaraydi. Uning qilgan so'zi, mang'an yo'li, ish harakati bu shaxsiga bo'lgan boshqalarning qarashini belgilaydi. Unda bo'lgandan keyin eng birinchisi oyat topilgan
inna salata tanha anil fahşai vel munkar degan musbatning o'zi tepilishiga har qanday bir 5 vaqt namozini joyida o'qiydigan odam tirishchanlik qilish lozim. Ya'ni munkar shariat cheklagan, musulmonlar yomon ko'radigan buzuq ishlardan cho'qim jiroq bo'lish lozim. Unda ishqa qat'iy yo'liqmasligi uchun lozim namoz o'quvchining. Bu birinchi bo'lishga tegishli sifati. İkincisi cho'qim bu musulmoncha qo'rqmaslik lozim. Maxluqdan qo'rqmaslik lozim. Maxluqdan qo'rqmay, ba koinotning egisi va Alloh meni hayotimda kurash qilishga, zolim qarshi turishga buyuribdi. Dushmanga qarshi turishga buyuribdi. Unda bo'lgandan keyin men cho'qim jenimni, melimni tikib dushman qarshi turishim kerak. O'lib ketsam, ma dunyoning oxirati va ma dunyoda tugash bilan men tek tugamayman. Mangulik hayotga erishiman degan ma tushuncha bilan çok qat'iy dushmandan qo'rqmaslik lozim. Namoz o'qiydi odam. Xo'sh. Ya'ni yuraklik bo'lish lozim. Umrim Allohning ilkida. Mening ajlim to'shqa vaqtda o'lima, uning ilgircho men o'lmayman degan ishonch bilan bo'lish lozim. Ikkinchisi cho'qim namoz o'qigan odam o'zininki qilgan amalini ve o şahsni Allah subhanahu wa ta'alaninki zaya qilib o'tmaydiganligi. Allohning uni tashlab qo'ymaydiganligi, balki uningga cho'qim yordam qildiganligini har doim eslab turish lozim. Chunki Alloh va'adallohu allazina amanu minkum va amilus solihat. İman etgan ve yaxshi amal qilganlarga va'da qildi deb bo'lgandan keyin yaxshi amalning eng birinchisi qaysi desa namoz. Yuqorda bu deb o'tdik. İmandan keyin eng birinchi yaxshi amal namoz. Unda bo'lgandan keyin men namoz o'qigandan keyin cho'qim Alloh subhanahu va taala meni zoya qilib o'tmaydi. Meni tashlab qo'ymaydi. degan to'liq mukammal ishonchli bo'lish lozim. Uchinchisi Alloh subhanahu va taolo cho'qim meni qo'g'daydi. Men ig'vordi. Chunki Alloh Qur'oni Karimda innalloha yudafi'u anillazina amanu dedi. İman etgan kishilarni Alloh subhanahu va taolo qo'g'daydi dedi. Unda bo'lgandan keyin cho'qim haqiqiy mu'minni bo'lash tegishli sifat nima edi desa, namoz o'qishdi. Namoz o'qimagan odamni mu'min degan olmaydi. Namoz o'qigan odamcho qolgan amallarning shart to'shmay qilamasa, bayamaskan, saqamaskan, pasporti yo'q ekan degan kerak kunda masalan. Ma sabablardan qolgan amallarning qilinmagan taqdirdimi? Namozni o'qisa, demak mu'minlarning qatoridan bo'ladi degan gap. Unda bo'lgandan keyin mush Alloh qo'g'daydi degan sifatga cho'qimcho shudir. Tushgandan keyin har qanday vaqtda cho'qim Alloh subhanahu va taolo meni qo'g'daydi degan ishonchi bilan turishi bu bak zarur. To'rtinchisi cho'qim bu mu'min, ya'ni mening egam, mening taqdirim Allohning ilkida. Düşmanlarımның qo'lida emas. Yoki do'stlarimning qo'lida emas. Mening har qanday ishim Allohning ilkida. Alloh mening ishimni bir taraf qilg'uchi. Alloh mening hamma ishimga ega. Deb bu haqiqatni tunishi lozim. Bu mayli Alloh subhanahu va taolo mening oshkor, maxfi, niyatimning to'g'ri xato bo'lishi hammasini Alloh bilib turdi. Hamma ishim Allah'ın ilkide deb turgan vaqtda bu insan hayotida cho'qim yaxshi ishlar ustida mustahkam tura oladi. Agar unda bo'lmaganda cho desa, uni tunimaganda cho desa, yaxshi ishdimi mustahkam tura olmaydi. Chunki bu inson nurg'un tahdid va nurg'un aldash va nurg'un qiziqtirish va mush yo'lda mangmaslikqa. Unda bo'lgandan keyin mushu mayli tahdid bo'lsin, aldash olsun, yoki qiziqtirish, havoyi havas yo'li boshlash olsun, mushularga egishib ketmasligi uchun, o'zini to'g'ri yo'ldan chatnab ketmasligi uchun yuqoridagi sifatlarningki o'zi tepilishi uchun cho'qim har qanday bir namoz o'quvchi alohida tirishchilik qilish lozim. Xo'sh. Ko'p rahmat. Endi oxirida shu yuqorida biz namoz o'qimaydiganlarga Rabbimizning ogohlantirishlarini so'zlab o'tdik. Namoz o'qiydigan kishilarga Rabbimizning qilgan va'dalari haqida bir ikki og'izga qilib tugatganmiz.
namaz o'quvchilar qarta Allah subhanahu ve taala meyle Kur'an-ı Kerim'de bolsun, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yüzün sözleri bolsun, nurgun va'dalarini qildi. Nurgun va'dalarini qildi. Hatta cennetning bir ishga babus salah deb ishki bor. Namaz o'quvchilar degine başka amallarni qilganlar tabiiy holda. Yuqorida degandek başka amallarninki sharti to'shmasa bir musulmonda qilmaydigan holat shakllanib qoladi. Lekin namozda cho desa, har qanday musulmonning aqllan bo'lsa shart tutishi demdi. Unda bo'lgandan keyin mushu namoz degan ishning bular xos qilinganligi, ya'ni jannat kirdigan vaqtda bu birinchi bir alahidlik bo'lsa, ikkinchisi cho desa, chuqum namoz o'qiganlarni Alloh subhanahu va taolo azoblamaydi. Chunki yuqorqi oyatning aksi nima desa, masalakakum fi saqar. Sizlar davzaqqa nim deb kirib qoldinglar? Nim sababdan bu yerda azoblanyapsizlar degan vaqtda ular qalu lam nakum minal musallin. Biz namoz o'qimaganligimiz uchun mushada bo'lib qoldik dedi shuni. Ammo unda bo'lgandan keyin bularninki shu davzaqqa kirib qolmasligi uchun nima qilish lozim ekan? Namoz o'qish lozim ekan. Shuna namoz o'qiganlarni Alloh subhanahu va taolo davzaq bilan jazolamaydi. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadiste Muaz radıyallahu anhu bayan qilgan hadiste Peygamberimiz sorgan: "Ya Muaz, ma haqqul ibadi ala Allohi azza ve cel inhum abaduh?" Bendilerinin Allah üstündeki hakkı nima? O bendiler Allah'a ibadet qilsa, yani Allah'ını bir bilip Allah'a ibadet qilsa, bendilerinin hakkı nima? deb so'ragan vaqtda Muaz radıyallahu anhu Allah'ın Resulü bildi ya Resulallah. Biz bunu nima bilaylik? Men bilmayman degandan keyin Peygamberimiz bendilerinin ki Allah üstündeki hakkı, o bendiler Allah'a ibadet qilsa, alla yuazzibahum. Ularni azoblamaslik. Yani ularni davzaq bilan azoblamay, belki çoğu cennet bilan mukofotlash. En birincisi ularni azoblamaslik. İkincisi namaz o'qigan odam çoğu desa, har qanday vaqtda Allah subhanahu ve taala bo'lgan iymonning kuchligidan her daim Allah'ın takdiriga bo'ysunadi. Allah'ın takdiriga voy mushundan bo'lamdi u bu deb bearam bo'lmaydi. Şuna Kur'an-ı Kerim'de kulle yusibana illa ma kataballahu lana. Her qanday bir iş Allah yazgan bo'lsa biz kirdi. Allah yazmagan bo'lsa kelmaydi deb tunishni bizga buyurdi. Peygamberimizga manda deb qo'ydi buyurish orqali. Demak, Allah'ın takdiriga bo'ysunish, buning taslim bo'lish bu namoz o'quvchilarda tepildigan sifat mukofot. Üçüncüsü başka hamma adam g'am qayg'u, musibat, qo'rqinch ichida qolgan vaqtda qiyomat kuni bular qo'rqmaydi. Bular g'am qayg'u ichida bo'lmaydi. Allah Qur'oni Kerimda innallazina qalu rabbunalloh thumma istaqamu tatanazzalu alayhimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. İman etgan bizning Farvoydigarimiz Allah deb tunug'anlar. Bunu tunup onundan ki muş tunuşida durus joyida manganlar. Yo'ldan chetnab ketmaganlar. Yani namazın joyida o'qiganlar. Bular qanday bo'ldi bularga nisbatan desa, ularga malaikalar tushdi. Malaikalar tushib, alla takhafu va la tahzanu. Sizlar qat'iy ansirmanglar. Qat'iy g'am qayg'uda bo'lmanglar. Qo'rqmanglar. Sizlar dünyada va'da qilingan jannatga kirsizlar. Shu jannat bilan sizlar xo'sh bishorat elinglar debchi bularga qo'rqmaslik, g'am qayg'uda bo'lmaslik xush bishoratni shu berdi. To'rtinchisi yaxshi hayotda yashash. Yani yaxshi hayotda yashash deganlik iymoni bilan, islomi bilan, axloqi bilan xotirjam yashash. Allah Kur'an-ı Kerim'de men amila salihan min zekarin ev unsa ve huve mu'min felenuhyiyennehu hayaten tayyibe ve lenedziyennehum ecrahum bi ahseni ma kanu ya'melun. Er ayalladın yaxşı amel qilgan.
Demek yaxşı amelning eng birincisi qaysi? Namaz o'qish. Ayollarni yaxshi amal qilgan kishilar Allohning bir borlig'i ishinib turib, biz unda odamga cho go'zal, yaxshi hayotni yashaymiz. Ularning qilgan ishlari qarta ajoyib joyida mukofotni yaxshi beramiz deb va'da qildi. Unda bo'lgandan keyin go'zal yashaymiz deydi ekanmiz, shuqum bu namozga chin esirish lozim. Yuqoridagi 4-5 turlik Allah subhanahu wa ta'ala va'da qilgan mukofotlar kim uchun bo'ladi desa, mush namozni joyida o'qigan, haqiqiy o'zining farvoydigorini tunigan, farvoydigorining gadindagi haqqini tunigan mo'min musulmonlar uchun bo'ladi. Ko'p rahmat, Alloh razı olsun. Mishal qisqa bir davomli quloqimizda anglaydigan bir yoq-yoqdan kiradigan bir masala bu. Yuqorida mazraq bitil qilib o'tlamış şu namoz o'qimaydiganlar yoki bo'lmasa kishilar namoz o'qiydiganlarning ichida ba'zi bir xatoliklarni sodir qilib qolgan yoki yolg'onchilik qilib qolgan, u bu degandek bir xato ish qilib qolgan kishilarga gunohni uningga atmasdan balki namoz o'qib turib ani qildi, mani qildi yoki namoz o'qib turib masalan yoki yog'liq chigib turib uni qildi, buni qildi. Men atmagan bilan yog'liqni yoki men namoz o'qimagan bilan mening ko'nglim nihoyat yaxshi, uningdan yaxshi deb mush fikrni o'tirg'ajiq anglaymiz endi. Bu qisqa bir şekilde böyle. Bu nima desa, ilqi bizdan de o gapni abiyatim yodimga kelib demagandim. Ilqi o'chkining o'chib qolsa hech kishimning kari yo'q. Qo'yning o'chib qolsa hammadan manda debdi deydigan bizning maqol tamsil bor bizda. Onu demayanda xalqimiz biladi. Xo'sh. Bu nima desa, avo qalbim manda degani shu o'chkiga o'xshash endi. Emir uçuk aslı. O kalbinin içinde. Lekin hak nerini kürdü? Teşini kürdü. Şu kalbinin ilgisi olan Allah subhanahu wa ta'ala onu nurgun siz namaz okuyun, ayal olsa hicap kılın mesela de buyurdu. Allah subhanahu wa ta'ala buyurgan buyruklarını icra kılmay turup Mening qalbim yaxshi. Mening qalbim yaxshi. Degan bu nima gap? Yani bir iddia, bir fikirde bir igizpeslik bak. Onun o namaz okup durup hata iş kıygan adam özünün hatalığının derdini tartıdı. Hoş. Onun cinayetini tartıdı. Elbette. Lekin namaz okumay turup kalbim mening manda diye adam çoğu dese bu xuddi Kur'an-ı Kerim'de hebâ'en mensûrâ deb bir söz var. Yani kıygan emeller onu çaң tuzan onun asli. Başka kılgan yaxşılıkları. Başka kıygan yaxşılıkları çaң tuzan. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin yanına gelip burun Cud'an deb Ayşe anamızınki bir tuqquni ötken. Öz zamanında. Yani İslam'a girişten burun. Naiti sehi Araplar işi tunulgan, davam şunda yaxşılık kılgan edememdi. Halkı yaxşılık kılgan. Ayşe anamız sorgan. Ya Resulallah, bunun ehvalı qanda bula kıyamet günü. Dövzak kiramu ya cennet kumu? Diye vakitte o Allah'a bir katımız secde kılmagan. Men Allah'a iman keltürdüm de bir katımız secde kılmagan. Onda bo'lgandan keyin onun qilgan yaxshiligi aşçan tozan bilan o'xshash. Yani onun kıyamet günü onun neticesi yok. Şu alimlerimiz nima deydi desa, bir insan, mesela kafir, nurgun yaxshilik qildi. Nurgun pullarını kambag'allar, bechoralar uchun xajildi. Bunun mukofotini mush dunyoda ko'rdi. Dunyoda berdi Allah. Dunyoda kishilar uni maqtaydi. Nurgun adam onun rahmetdeydi. Onun malları mümkün texim köpeydi. Şikayetçiliklerden. Nurgun nesilden o insan nurgun işikler geçirdi. Bu dünyada yüzünün kıygan mukafatığı çoğu, yaxşılığın mukafatığı dünyada erişiyor. Lakin kıyamet günü çoğu ise onun mukafatı yok. Neymiş yöndeyse bu Allah subhanahu wa ta'ala'ya iman keltirmeyenlik için. Bir adam iman keltirip, iman keltirişiyle birlikte taat ibadetini kılıp hatalaştı. Bunda olsa
Bu Allah afu qilsa cennet bilan mukofotlanadi. Xatolikdan afu qilsa. Agar unda afu qilmay qolsa, ma'lum mezgil jazolanadi. Lekin keyin cho'qim jannatga ham chiqadi. Unda bo'lgandan keyin bu yerda men qalbim sap deganlikning o'zi asli haqiqiy qalbi sap bo'lgan bo'lsa, namoz o'qiydigan odam ani qilibdi, men shuni namoz o'qimadim demasdan, balki men namozni o'qib, eski ishni men qilmay, xo'sh, aniga ulgu olayman deyish kerak. Men to'g'ri yo'lda mengib, namozni o'qib, ham to'g'ri yo'lda mengib, namoz o'qib turib, xato ish qilgan odamlarga yetakchi bo'lay, ulgu bo'lay. Deyish mana bu haqiqiy qalbi sap odamninki qildigan ishi deydigan gap. Köptün köp rahmet, Allah razı olsun. Evet, güzel içip verildi. Qadrli ko'rmalarimiz, shunday qilib 18-sonimiz müşahede ahırlaştı. Rabbim inşallah baş ahirine ait güzel düşendirildi inşallah. Elbette namaz hakkında ustadım deb o'tgandek, bunun fazileti, her bir namazın fazileti nurg'ulg'an ko'rib olsanglar bo'ldi mesela. Ayrım nurg'ulg'an hadislar bor. Vaktimiz biraz eşip gitti. Şunun sığdırışıp tırıştık. Rabbim inşallah bu mübarek ayda kılgan her bir amellerimizin tekembek köpeytip nurgun güzel ecirler bilen mukapatlanışımızga vesile kılsın da tileyimiz. Şundakla programımızın 5 yıl degendek nurgullarımız adette yıl boyu namaz okumaydıgan insan şu namaz Ramazan vesilesiyle taravih okuşunu başlayıp bir vaqt başlap, onun kendinden 5 vaqt o'qib ketganlarimiz var. Mushu ay bizga vesile bo'lsin, o'qanmaganlarga, haqqini berib ado qilinmaganlarga texinmek haqqini berib ado qildigan bir hissiyat, bir tuyg'u, iymon ato qilsin deb tilaymiz Rabbimizdan. Albatta dinimizning to'riki bo'lgan bu namozga sal qarmaydi. Haqqini berib ado qilishga tirishayli. Buni muyassar qilsin deymiz. Rabbim ömür ve saati, o'xshash saatda başka bir tema bilan ko'rishguncha aman bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh.